Hammaga salom do'stlar, Rap kanaliga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun yana yangi reaksiya bilan qarshingizdaman do'stlar. Juda ham ko'p kishi Doksimga reaksiya qilishimni so'rashdi. 1-2 videodan beri juda ham ko'pchilik kommentariyaga yozyapti va do'stlar bugun ayni muddao bugun birgalikda Doksimning yangi chiqargan treklarni eshitib ko'ramiz va o'z fikrimizni berib o'tamiz. Do'stlar, men kirishimcha o'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sraz reaksiya videomizni boshlayman. Tak, xullas do'stlar, Doksim ko'raylik qanaqa trek chiqaribdi. Ya'ni ko'pchilik cho'lponni boltalashdi, shu trekni ko'pchilik so'rashgandi. Undan tashqari sodda bola degan trekni chiqaribdi, telbalarcha degan bir nechta trek chiqaribdi do'stlar. Tak, tayyormisiz? Birinchi bo'lib eng ko'p so'ralgan trek cho'lponni boltalashdi deb nomlangan trekini eshitib ko'ramiz. Sun'iy intellektda klip ham tayyorlangan shekilli. Tayyormisiz? Ketdik. Let's go. Tak, 1 minut do'stlar. 1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslovchilik kun. Qonxo'r diktator Yosif Vissarionovich Stalinning qattiq rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilingandan yozuvchi va shoir Cho'lponning navbat kelganida jallodlarni o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Onasini emsin biladi. Onasini eshak deydi-yu biladi. O'qib taji onang deyimki, bu insonlikka to'g'ri kelmaydigan narsa-da. Bu insoniychilikka to'g'ri kelmaydigan. Onasini emsin, shuncha katta anaqada o'q yo'qmikan onasini emsin masalamda qiynalmaslik uchun deyapman-da. Aslida noto'g'ri narsa. Bolta bilan chopish ne lan? Onasini emsin, bolta bilan chopish nima degani bu? 04-10-1938-yil. Let's go. Doksim lekin tarixiy treklar yor beradi bu. Videoni boshidan уже badan jimirlab boshladi, hali opisaniyani o'qib qolganini bilmadim. Let's go. 1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Yosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganida jallodlarni o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Bala, bu onangga emga bolta bilan qanday chopasan bir odamni? O'sha qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, bashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan turk ichimizdan chiqadi. Beganakdan kelib chiqmaydi, bu ichimizdan chiqadi. Ston bo'lolmadim posponing, kechir men qarab turdim qahrada bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, qonlaring yer talashdi, otgan o'qlari qolmay Cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda, tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi gulshanda. Sun'iy intellektda zo'r ishlabdi lekin Doksimni o'zini anaqasini ham, klipni ham, hikoyani. Qurbonjon dotqo misoli Madaminbekni aldashdi. 1938 Cho'lponni boltalashdi. Usmonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor. Hurlik
Rossiyaning qaysidir shaharida adashmasam. Orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qodiriy cho'lpon fitratni nima sababdan qamashdi? Jallodlar o'q topolmay cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar. Dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar. Dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Jallodlarni bir tuki ham qilt etmagan ehtimol. O'ris jallodni urdi, xoin o'rtada dallol. Yuraklar muzladi, qarg'alar sovuq qotdi, ruslar bolta charxladi, o'zbeklar o'zbekni sotdi. Qaylarda qoldi nari tortgan pahlavonlaring? Qabri oyoq ostida toptaldi bobolaring. Bilat. Badanam bilat, murashkalar, tovuq badan bo'lib ketdi bari. Tovon o'pib shoir bo'lgan bu shoirlar shon talashdi, jallodlar o'q topolmay cho'lponni boltalashdi. Paxtalar ekib bog'u sochdi boshing uzra rus, sariq kasal bo'lib nobud bo'ldi norasidalar. Yalaqi raislaring cho'chqalardan oldi tuz, yuvolmayman armoningni bitsam ming xasidalar. Olmoniya bag'ridan qayt olmadi toliblar, qaytganlari otildi. Olmoniya degani Germaniya do'stlar. Eski anaqada Olmoniya deyishardi. Hozirgi anaqasi Germaniya. Etmadi qotil. Germaniyaga safarga ketganlar qaytmadi deb aytadi. Turkiston jahannam bo'ldi, xoinlar o'tqalashdi, otildi Qodiriy, cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Sen tarixda ip uzilib ketsa ham anaqa dor og'achiga chiqaradi, yog'ochiga, dor yog'ochiga. Ip uzilib ketsa ham qo'yib yuborganda odamni. Bu ana sen o'q tugaganda bilan bolta bilan urish nima degan narsa bu? Zo'r treklarga markam. Чётки. Tarixni bilish yaxshi narsa do'stlar. Tarixni o'rganish kerak, bilish kerak. Tak. 19-asrning ikkinchi yarmida keyingi trekka o'tamiz do'stlar. 1 minut. Bu trekkaga reaksiya qilgandik. Doksimda. Hozirgi emas, bundan keyingi chiqdi. Po'latxon qo'zg'olon degan unga reaksiya qilgandik. Keyingi trekkaga o'tamiz. Keyingi trekka esa Sodda bola deb nomlangan trekka 1 oy oldin chiqqan va 157 ming prosmotrga ega. Let's go, eshitib ko'raylikchi. Beat by Doksim debdi. Bitti Doksim. Ana qildim ekan. Sodda bola uylandi, ko'cha ko'rmagan yuvosh. Oddiy bola hattoki kam chiqardi mahallaga. Qalin va odobli, yurmagan hech bebosh. Hurmat bilan muloyim gapirardi hammaga.
Tanish bilishlar ba'zan askiya qilardi ko'rsa, u hech ham gap talashib bahslashmasdi hatto. Qirlarda mol boqardi, ishga borardi borsa, tomorqasida ishlardi qorong'u tushguncha to. Ota-ona ko'ziga bir bor qaramasdi tik. Birorta qiz belidan xushmagan shu yoshgacha, qizlarga gap ot desa uyalar yosh boladek, o't o'rardi, suv qo'yardi, berib quyoshgacha kamtarin edi u. Yolg'on qo'ylikni bilmasdi, mazax qilgan gapdonlar gapiga parvo qilmasdi. U bu chirkin dunyoni qo'lansasidan uzoqda, xiyonat, hasad, yolg'ondan yashardi nariroda. Soflikni ortidan ta'qib qilar kin riyo, qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo. Razolat to'lib toshdi, yuraklar endi toshdir, masiyatga to'ldi dunyo, insoniyat qaddidan oshdi. Soflikni ortidan ta'qib qilar kin riyo, qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo. Razolat to'lib toshdi, yuraklar endi toshdir, masiyatga to'ldi dunyo, insoniyat qaddidan oshdi. Hikoyani zo'r tushuntirib qo'yadi bor-ku, Doksim hikoyani chatga tushuntirib qo'yadi, ipidan ignasigacha bor. U dunyoni ko'rardi pok nigoh bilan tugal, quyosh nurini sanchardi, u ishlardi shundayam, saratonni zahri unga bera olmasdi halal, halol edi, mard edi, mahalla-yu ishdayam. Qarindoshlar qiz topdi, to'y qilamiz, dabdabasi yetdi mahallaga, yetsin ota-ona orzu havasi, hamma rozi, qiz tomon ham uchrashsin mayli yoshlar, rozi bo'lsa yigit va qiz, tezda to'yni ham boshlardik. Qiz go'zal edi, chindan tabiiy qizil dudoqlar, qizni sevib qoldi yigit, yurak o'ynardi nuqul. Yigitda hayajondan qaltirardi barmoqlar, menimcha yigit ham qizga juda ham keldi ma'qul. To'y kuni belgilandi, gaplashildi, to'yxonasi chalindi, yor nihoyat kuyov jo'ralar narasi, kuyov baxtiyor edi, hamma baxtlilardilar. Tugadi to'y nihoyat, tortildi pardalar. Soflikni ortidan ta'qib qilar kin riyo, qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo. Razolat to'lib toshdi, yuraklar endi toshdir, masiyatga to'ldi dunyo, insoniyat qaddidan oshdi. Soflikni ortidan ta'qib qilar kin riyo, qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo. Razolat to'lib toshdi, yuraklar endi toshdir, masiyatga to'ldi dunyo, insoniyat qaddidan oshdi. Ertalab baqir chaqir, g'alayon shovqin suron, qiyomat qo'pdi atrofni oyna siniqlar, yerda Уже сразу hikoyani oqimi o'zgaryapti do'stlar. Etsa xodimlari, protokol, pichoqda qon, yigit ota-onasiga meni kechiring derdi. O'zi nima bo'lgan bu ko'rgulik zamirini? Yigit isyon ko'tardi, qon qaqshadi xiyonat, kelinchak ham yolvorgandir iltimos kechiring deb, yigit uni qatl etdi. Afsus kechir olmadi marhumani, peshindan so'ng yerga topshirib qaytishdi. Ayollar yigitni qarg'ab minglab la'natlar aytishdi. Kimdir yig'lardi jim, kimdir chekardi afsus. Yigit yuvosh edi-yu, lekin emasdi benomus. Sodda bola uylandi, ko'chi ko'rmagan yuvosh. Oddiy bola hattoki kam chiqardi mahallaga, qalin va odobli, yurmagan hech bebosh, hurmat bilan muloyim gapirardi hammaga. Soflikni ortidan ta'qib qilar kin riyo, qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo. Razolat to'lib toshdi, yuraklar endi toshdir, masiyatga to'ldi dunyo, insoniyat qaddidan oshdi. Soflikni ortidan ta'qib qilar kin riyo, qilingan yaxshilikka birov boqmaydi qiyo. Razolat to'lib toshdi, yuraklar endi toshdir, masiyatga to'ldi dunyo, insoniyat qaddidan oshdi. Yaxshi, zo'r hikoyani zo'r tushuntirib qo'yadi, aytganimdek tushunmagan joyingacha yetkazib qo'yadi. Bu taraflari ajoyib, lekin buni. Tak, sodda bolaning hikoyasini eshitdik do'stlar. Bu trek ham yaxshi chiqibdi. Yaxshi chiqibdi. Normalniy bo'lgan voqea deb yozibdi bir kishi kommentga. Xullas do'stlar, Doksimda eshitdik, bugun g'amgin treklarga reaksiya qildik. O'shaning uchun kayfiyatim tushdi desam noto'g'ri bo'lmaydi, chunki kayfiyatim ancha tushdi bu narsalarni eshitganimdan keyin. Işte har doim ham xursandchilik bo'lavermaydi do'stlar. Xullas siz mendan so'radingiz, men esa reaksiya qildim do'stlar. Bu ikki trekdan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Mendan so'rasangiz, Cho'lponni boltalashdi treki haqiqatan zo'r chiqqan va haqiqatan tarixda bo'lib o'tgan voqealarni aks ettirgan trek bo'lganligi uchun yana ham meni etim jimirlatib yubordi. U trekdan keyin buni eshitganimda uncha unaqa atmosfera ololmadim to'g'risi, chunki unda o'ta murashkalar ketdi, o'ta badanim jimirlab ketdi to'g'risi do'stlar. Xullas, reaksiya videosi bu yergacha edi. Sizga aytib o'tganimdek qaysi trek yoqdi va kelasi reaksiya videomizda qaysi reperning qaysi trekiga reaksiya qilamiz, buni ham kommentariyaga yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. O'zingizni ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr.